Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xohlasa Amudaryodan video so'raganlar uchun 2 kun burun bo'lsa video chiqardik. Amudaryo yana suv deb. Kommentariyada bu avvalgi video, eski video, qachongi video, shom suvmi degan savol javoblar bo'lib turibdi. Bu suv bo'lmay novi bu. Bu novi chegami, to'proqmi? Novi deb aytsak bo'ladi buni. Bu Amudaryo bu yana. Hozircha bori shu suvni. Şu barına şükür etip şu barını görsətib turibmiz. Bugün 23 yanvar günü yine video bo'lib turibdi. Xudo xohlasa mana qoram yog'yapti. Yine qora bilan ko'rsatib turibman yana. Chisanam aytib. Xorazm bilan Qoraqalpog'istonni bog'lab turgan ko'prikimiz bo'ladi shu. Yana o'tib borayotirdim shu ma'lumot bering deb yana to'xtadim yana video so'mkating yana ko'rsating deb. Chisanni nechasi aytib qo'yibman Chisanam. Avvalgi videomush. Yo ben hayronman. Suv, shuni suv deb ko'rsatib turibsanmi dedi. Suv bo'lgandan keyin suv deb ko'rsataman. Nima deyman? To'proq deymanmi? Chega deymanmi? Suv bo'lgandan keyin suv deysan. Chega bo'lsa chega deysan. Yana shu suv shu yana. Buni borini ayting buni. Ayrim joylarda vam yo'q chiqa. Amudaryo yana, xudo xohlasa. Yana kemalarimiz turibdi yana. Muzlab suvlar. Borini aytsangiz bu suvni, shu ham suvmi deydi. Kelib turibdi-da suv. Xorazm bilan Qoraqalpog'istonni bog'lab turgan ko'prik bo'ladi shu. Dostlar, Amudaryoni so'raganlar. Suvimiz ko'p bo'lsin, mo'l bo'lsin. Like'lar bilan qo'llab-quvvatlab bering Amudaryoni so'raganlar. Qisqacha bir video tushiring deb to'xtadim yana. Suvmi chegami aniqlab bering. Suv o'xshaymi? O'xshaydi suv. Endi to'g'ri, oz chiqar, shu ma'noda aytgan chiqarsiz, lekin endi nishlatamiz. Endi bizning qo'limizda emas suv. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Ko'payadi. Yozda har doimgidek ko'p oqib turibdi. Endi qishda shunday bir ilib oladilar o'xshaydi. Hozircha suvni bori shu. Yana Amudaryo. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Amudaryoni so'raganlar uchun bir video so'mib ko'rib berdik yana.